Toshkent shahrida moliya va fintech sohalariga bag'ishlangan Bankis Business Expo 2025 xalqaro ko'rgazmasi bo'lib o'tdi. Mazkur tadbir sohadagi so'nggi yangiliklar va innovatsion yechimlarni namoyish etish maqsadida tashkil etildi. Ko'rgazmada 30 dan ortiq mamlakatdan kelgan banklar, moliyaviy tashkilotlar hamda fintech kompaniyalar ishtirok etdi. Ular o'z mahsulot va xizmatlarini taqdim etish barobarida hamkorlik va investitsiya imkoniyatlari xususida fikr almashdi. Ekspertlarning ta'kidlashicha, mazkur ko'rgazma moliyaviy ekotizimni rivojlantirish, yangi texnologiyalarni joriy etish, shuningdek, mahalliy va xalqaro kompaniyalar o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlashda muhim platforma bo'lib xizmat qildi. Ko'rgazmani tashkillashtirishdan asosiy maqsad barcha milliy va xorijiy banklarni bir joyga jamlash va ularda taklif etilayotgan qiziqarli takliflarni omma e'tiboriga taqdim etish. Ko'plab investorlar keldi. Bank sohasidan tashqari hozir IT sohasiga hozir mamlakatimizda ko'plab e'tibor qaratilayotgan narsamiz shu IT sohasi bo'lgani uchun ko'rgazmada ularni ham stendlarini ko'rishingiz mumkin va ularga biz xorijlik investorlarni ham jalb qilganmiz. 35 dan ortiq startaplar o'zlarining loyihalari bilan qatnashmoqda va ular bilan investorlarimiz o'rtasida меморандум имзолашmoqda. Я являюсь руководителем венчурной студии Eras Bootcamp. Мы занимаемся тем, что помогаем стартапам выходить. Biz startaplarga boshqa bozorlarga kirishda yordam beramiz. Shuningdek, korporatsiyalar va kompaniyalarga treninglar o'tkazamiz va banklar bilan ham ishlaymiz. Hozirgi kunda Qozog'istondagi eng yirik banklar bilan hamkorlik qilyapmiz. Qozog'istondan ushbu ko'rgazmaga keldik va mahalliy bank vakillari bilan muloqotlar olib bordik. Maqsadimiz esa aloqalarni o'rnatish va O'zbekistondagi banklarga foydasini oshirishda qanday yordam berishga qaratilgan. Ochig'ini aytish kerak, ushbu tadbirni katta qiziqish bilan kuzatdik. Bu yerda eng yirik banklar o'z imkoniyatini namoyish etdi. Barcha hamkorlar ko'rgazmaning yuqori darajada o'tganini ta'kidlashdi. Biz uchun muhimi esa ishtirokchilar bilan umumiy til topishga va hamkorlik qilishga erishdik. Ну и, соответственно, цели, которые мы перед собой ставили, пообщаться и найти общие какие-то контакты, общие точки соприкосновения, мы, по сути, ее добились. Мы стартап PandevMetrics. Biz PandevMetrics startup jamoasimiz va asosiy maqsadimiz IT bozorida yangi yondashuv va innovatsion yechimlar orqali o'zgarishlar yaratishga qaratilgan. PandevMetrics ishlab chiqarish jarayonlarini tahlil qilish va ularni optimallashtirishga qaratilgan zamonaviy yechimdir. Bu esa kelgusida samarali hamkorlik va do'stona munosabatlarning asosini yaratadi. Ko'rgazma tufayli biz hamkorlar bilan muloqot qildik va ular bilan aloqalarni o'rnatdik. Menimcha, tadbir davomida ishtirokchilar bilan suhbatlashish jarayonida ularning ko'zlaridagi ishonch va umidni ko'rish, startaplarni rivojlantirishga intilishlarini ko'rish juda quvonarli edi.